Mushfiq Kozimiy. Qo'rqinchli Tehron. Qo'rqinchli Tehron jahon adabiyoti durdonalaridan biri sanaladigan, o'quvchini chuqur mushohadaga chorlaydigan roman. Asar 2 kitobdan iborat bo'lib, unda o'tgan asr boshlaridagi voqealar mahorat bilan tasvirlangan. Yillar o'tgan bo'lsa-da, undagi ezgulik va jaholat o'rtasidagi kurash, insoniy orzu-armonlar, muhabbat va adolat kabi umuminsoniy g'oyalar bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Roman bosh qahramoni Farruh hayot sinovlari, nafs va adolatsizlikka qarshi kurashadi. Uning turfa sarguzashtlari hamda Mahringa bo'lgan sof muhabbati asarning asosiy syujetini tashkil etadi va kitobxonni voqealar girdobiga chorlaydi. Asarda jamiyatdagi ayollar taqdiri, tengsizlik va adolatsizlik ham dadil yoritilgan. Muallif shunday muhitni tasvirlaydiki, unda ayollarning ovozi eshitilmaydi, erkaklarning hukmronligi esa inson qadr-qimmatini so'roq ostiga qo'yadi. Aynan shu jihatlar asarni yanada ta'sirchan va mushohadaga boy qiladi. Agar siz tarixiy voqealar, keskin sarguzashtlar, chuqur falsafiy fikrlar va samimiy muhabbat qissalarini sevuvchi kitobxon bo'lsangiz, Mushfiq Kozimiyning Qo'rqinchli Tehron asari siz uchun ajoyib tanlov bo'ladi. Kitob o'qing, tafakkuringizni boyiting va jahon adabiyotining betakror durdonalarini kashf eting.